Salom hammaga. Sizni ham tirnog'ingiz teringiz ichiga o'sib, sizga og'riqli azob beryaptimi? Bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni tirnoq terini ichiga o'sib, odamga ancha azob berishi mumkin. Bu asosan oyoq tirnoqlarida bo'ladi yoki qo'lni tirnog'i ham bo'lishi mumkin. Nega bunday bo'ladi va uni qanday davolasa bo'ladi? Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Tirnoq terini ichiga o'sish sabablari bu noto'g'ri oyoq kiyim, noto'g'ri tirnoq olinishi yoki qandli diabet kasalligi bor yoki shunga o'xshash qon aylanishiga bog'liq kasalliklari bor odamlarda ko'proq uchrab turadi. Bu kasallikning alomatlari tirnog'ingiz o'sish jarayonida sizga og'riq berib, tirnoq chetlaridagi terida qizarishlar, yiringlar, achishishlar paydo bo'lishi. Bu kasallikning nomi anixokriptoz va bu videoda biz uni uy sharoitida davolashga usullarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, oyoqlarimizni iliq suvga solib vanna qilish. O'zingizga qulay bo'lgan idishga iliq suv to'ldirib, 15 minut davomida vanna qilib ushlab turamiz. Bu jarayonni kuniga 3-4 marta qaytalasangiz bo'ladi. Tirnog'imizni ostiga paxtali taronta qo'yib ko'rishimiz mumkin. Bu bizga tirnog'imizni qizarishini olib, tirnoq terini ustidan o'sib, tekis o'sib ketishiga yordam beradi. Buning uchun iliq suvda vanna qilingan oyog'imizni yaxshilab quritib olamiz. Tirnog'imiz ichiga o'sadigan qismini sekinlik bilan ko'tarib, ostiga sterilniy paxta qo'yishimiz mumkin. Har safar yangi sterilniy paxta ishlating. Boshida bu sizga noqulay bo'lishi mumkin, keyinchalik bu sizga yordam beradi. Va paxtani uncha katta bo'lmagan razmerini olamiz. Yana bitta uslubimiz bu tuzli vannochka, ya'ni sulfat magniya. Bu tuz tirnog'imiz chetidagi teri qizarganda, ishishganda, chetidagi teri ancha yiring yiqqanda ularni ketkizib, terini tinchlantirishga yordam beradi. Buning uchun iliq suvli vanna qilayotganimizda ichiga 1 qoshiq tuz qo'shsak bo'ladi. Haftasiga 3-4 marta qilamiz. Keyingi usul olma sirkasi. Olma sirkasi tirnog'imiz chetida yig'iladigan bakteriyalarni dezinfeksiya qilishga yordam beradi. Chunki qizarish, ishish bor joyda bakteriya infeksiya bo'lishi mumkin. Olma sirkasi tarkibidagi ozgina miqdordagi kislota bu bakteriyalarni va infeksiyalarni o'ldirishga yordam beradi. Buning uchun bir xil miqdorda iliq suv bilan olma sirkasini aralashtirib 20 daqiqa davomida vannochka qilib oyoqlarimizni solib o'tiramiz va albatta undan keyin oyoqlarimizni yaxshilab quritamiz. Yana keyingi usul bunaqa paxtani olma sirkasiga namlantirib oyog'imizga bo'ylab tirnoq qismiga bog'lab qo'yishimiz mumkin. Keyingi usul bu vodorod pereks. Bu ham bakteriya va infeksiyalarni o'ldirish uchun yordam beradi. Bilib turganingizdek, hozir tirnoq ichiga o'sganda eng qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu bakteriya va infeksiyalarni yo'qotishimiz kerak. Buni qilish uchun vannaga yarim stakan vodorod pereks qo'yib 20 daqiqa ushlab turamiz. Kuniga 2-3 marta qilamiz. Va albatta tirnoqni to'g'ri olish. Agar tirnoqni xato oladigan bo'lsangiz, bu qaytalanaveradi. Ya'ni tirnoq ichiga o'sishi qaytalanaveradi. To'g'ri usul bu tekis qilib olamiz, xato usul bu uchlarini olib tashlash. Tirnoqni tekis olganimizdan keyin pilkalash esingizdan chiqmasin. Ya'ni tirnoqni olayotganimizda ikki chetidagi uchlariga tegmaymiz. Tirnoqga to'rtburchak forma beramiz. Agar siz tirnoqqa dumaloq forma beradigan bo'lsangiz, uchlari tirnog'i terini ichiga o'sadigan bo'ladi. Va albatta o'zimizga noqulay bo'lgan uchli oyoq kiyim kiymaymiz. O'zimizga kichkina razmerdagi oyoq kiyim kiymaymiz. Va iloji bo'lsa kabluk ham kiymaymiz. Agar tirnog'ingiz juda ham yomon o'sib ketgan bo'lsa yoki juda ham infeksiya, isishish, yiring yiqqan bo'lsa, podolog doktorga borishingiz kerak. Podolog doktor sizga mana bu usulda titanoviy nitli muolaja qilib, tirnog'ingiz ichiga o'sishini davolab berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying.